Elektrikka shogird bo'lsa, nimalar bo'ladi? Va bu qanchada bitiramiz bu obyektni? Endi beradigan ovqatiga qaraymiz. Makaron bo'lsa 1 oyda, agar yaxshi qozon kabob bo'ladigan bo'lsa 2-3 oyga suramizda. Elektriklarni shogirdiga qolgan ustalar shogirdlari havas qiladi. To'rtta kabelni aqabaqa qilib pul topadi deb o'ylashadi. O'zi aslida elektrikni shogirdiga ham oson emas. Eng asosiysi qadri qaysi darajada? Agar mabodo birorta apparat bilan tepadan tushib ketib qoladigan bo'lsa ham, ustasi birinchi bo'lib apparatga qaraydi. Shogirdni birorta joyi sinsa tuzaladi-da, apparat sinmasa bo'ldi. Buni olinadigan narsalar spiskasi, shuni olib kelish kerak. Hammasiga tushundimmi? Buni 50 ta ko'k izolenta nimaga ustunga boshqa rangi bo'lmaydimi? Yo, ko'kdan boshqasi bo'lmaydi-da, biz irimimiz shunaqa. Elektriklarda shunaqa g'alati irim-jirimlari bor. Ayniqsa Malyar akalar bilan hazillashishga necha shogirdlardi. Sekingina chiroyli qilib yamab qo'yishgan joylariga kelib, kalsoga joy ochyapman deb chopib kalsoga joy ochmasdan ham buzib ketishadi. Yana ustasiga borib kalsoga joy ochib qo'ydim, nima ish qilay deb ham qo'yishadi. Ana uspanniga kirganda chiroylilab kesib buzib qo'ygan. Ammo yana yurmagina, Malyarlar o'zi yamab beradi. Malyarlar esa qarg'a erkanda. Usta, qalay buzib qo'yibmi? Nima qilding? Simni kalom qildim-da. Sen simni bas, farosatingni kalom qilsan. O'sar, malyarchilar kelib turib, seni o'sha o'zi qarg'ab yotmaydi, birovni o'ldirib yuboradi. Usta, yaqinda meni jentrada ko'rasiz. Qanaqa qilib? Mana Shepim degan bloger bor-ku, o'sha jentrasini obunachilarga berib yuboryapti-ku. Yog'i. Sharti ham oson ekan. Like bosasiz, komment yozib, repostsiz bo'ldi. Buni homiylarga obuna bo'lasiz. Bo'ldi, jentra yutib olasiz. Sen Instagramda blogerlarga ishonmang, ular yarmidan ko'p yolg'onchi bo'ladi. Bor, undan ko'ra ishingni qil. Siz meni ko'rolmayapsiz. Jentra minib olay, ko'rasiz hali. Chop, ishni qil. Nimalarda Shepim dedimmi? O'zim yutib olaymi shu jentrani qarab tursa. Usta, qoshni qaldiroq qilib yuravermasdan shogirdlardan ham bir o'rganish ettirishdi. Zo'ri, bitta yoqinchi ko'raylik, chiqmasa. Tomosha qiling. Ustalarga aql o'rgatmasa-da shu shogirdlar. Menga qara, shu portlashdan sen qanaqa tirik chiqding? Bilmayman-da. Bu videoni elektriklarga tashlab qo'yamiz. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Pak.